من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kardeşlerimiz, biz bugün her bir kaysımızlağa sunmakçı boğan dersimiz, aldığınki dersimizdeki devamı. Yani Allah'ın Resulü'nün çakırkıga icabet kılış, Allah'ın Resulü'ne lebbek deyiş, hakiki hayatlık yolu ve hakiki ıslahat yolu diyen şu derslikinin devamını biz devamlaştırıyoruz. Aziz kardeşlerimiz, biz yukarıda ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhyikum degan mana bu ayetning o'zini qisqacha yo'ritib, qisqacha bayon qilib o'tganmiz. Endi biz mush oyatningki oxirini yana davomlashtiramiz. Mana bu oyatning o'zida ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo sizlarni haqiqiy hayotlikqa, abadiylik hayotlikqa erishtirish uchun Allohning Rasuli chaqirganda buningga ijobat qilinglar degan bu xitobni berib bo'lib, va'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbi. Şunu aniq bilinglarki, Alloh subhanahu va taolo va taqaddas kishi bilan uning qalbining o'tirsini to'sidi. Ya'ni qalbni har insonning xohishiga emas, o'zining xohishicha tasarruf qiladi deganni Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatda nihoyat uchuq bayon qilyapti. Ana mufassirlar mana bu yerdagi va'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbi degan bu ibora bo'lsa, barliq yer yuzidagi insoniyatning o'ziga alohida bir ogohlantirish bo'lib, bu ogohlantirishda har qanday bir insonning o'zining qalbini iymon va e'tiqod bilan, tavba istig'for bilan, yaramliq amal bilan, Allohning dinining to'g'ri ko'rsatmasi asosida qalblashtirish bilan isloh qilmay onu tashlab etishdan Alloh taolo alayda ogohlantirish qilyapti. Bir insonning islohati va bir insonning qalbining islohati shu insonning amaliy tirishchanligi bilan qo'lga keladiganligi hammamizga ayon. Tarixdan buyon mana bu din dushmanlari sizlar bizga qarshi, musulmonlarga qarshi ishlatayotgan jasus va munofiqlar, tarixdan buyon islom va musulmonlarga ziyonkashlik qilish uchun o'tirga chiqqan munofiqlar, mana bularning asosan mana shundoq maydonga chiqishiga sabab bo'lgan bundaq bir qancha omil bor. Birinchi shu insonlarning qalbida shahvatparastlikdan iborat bo'lgan omil tozalanmaganligi, ikkinchi shu insonlarning qalbida shuhratparastlikdan iborat bo'lgan tabiat butunlay tozalanmaganligi, na shuhratga, na huquq mansabliga, obro' inovatlarga intiladigan tabiatning mavjud bo'lishi. Uchinchidan shu insonlarning qalbida shaytoniy va jaholiy asoratlarning mavjud bo'lishi. Mana bu sabablarni tutqi qilib turib din dushmanlari insonlar ichidan mushundoq tabiatdagi psixikasi allburun buzilgan, tabiati dunyo matolariga qo'llanadigan, ularni asonlam kichkina mato bilan, mol dunyolar bilan yoki ozgina shahvatparastlik ko'chalarida ularni qaymoqtirish bilan darhol uni kontrol qilib musulmonlarga qarshi xizmatga sog'ili bo'ladigan malullarni har zaman din dushmanlari musulmonlarning ichidan tanlab chiqib, mana shu musulmonlarga va islomga ziyankash qilishga ishiltiyotdi. Yine ham mana Uyg'ur musulmonlarining ichida mush tabiatdagi mahluqotlar yine ham tozalangan yeri yo'q. Mana shu islom tarixlari qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Abdulloh ibn Ubaydan iborat bo'lgan badbaxtmi mana bu huquqparastlik tabiati, çoğunluk intiliş tabiati, mensepki intiliş tabiati, şöhretparastlikten ibaret boğan bu tabiat, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hasat kılış, Peygamber Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam'ın sahabi kiramlarına kavuşturuş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini tuncukturuş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elip boğan faaliyet meşgulatlarına önümlük tosalgılık kılış için Kureyş müşrikleriyle til büyüktürdüğün, hatta Rim kapılarıyla til büyüktürdüğün, mana bu ahvalatlar onunla mevcut oldu.
Bunun meydana chiqishidagi asosiy sabab nima bo'ldi? Uning tabiatida ashundaq psixika bo'lganligi uchun. Ashundaq bulg'angan psixikaga, bulg'angan tabiatga ega bo'lganligi uchun, uning qalbida mukammal islohot mavjud bo'lmaganligi uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamga qarshi turish, payg'ambar alayhisolatu vasallamning da'vatiga qarshi turishdak mana bu pasib omil, bu badbaxtlik mavjud bo'ldi. Bu haqiqatni ko'rib olishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tarixidan tortib to bugunga kelganga qadar islomning rivoji va taraqqiyoti uchun har zaman to'solg'uliq rol o'ynayotgan, musulmonlarning ichiga har turli rangli chapallarni kiyib, o'limlik holat xizmat qilayotgan, musulmonlarni parchalash uchun, musulmonlarni bo'lash uchun, musulmonlarni qaymoqtirib din dushmanlarining singishlik loqmasiga aylantirish uchun tirishayotgan badbaxtlar mana bularning allaburun psixikasi bo'lgan, tabiati buzilgan, vujudi isloh bo'lmagan, qalbida shaytoniy maraz illat mavjud bo'lgan mana shunday tabiatdagi insonlar. Shuning uchun Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan bir muborak hadisda payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Ala inna fil jasadi muzgha. Iza salaha salaha al jasadu kullu va iza fasadat fasada al jasadu kullu. Ala va hiya al qalb." Agah bulungliki insonning jismida bir parcha go'sht bor. Agar shu bir parcha go'sht o'ngshalsa, insonning butun jismi o'ngshiladi. Agar shu bir parcha go'sht buzilsa, insonning butun jismi buziladi dedi. Deb bo'lib, mana bu insonning buzilishiga ham, tuzilishiga ham asosiy rol oladigan bu bir parcha go'sht bo'lsa, qalb deb payg'ambar alayhisalom alayda mana bu hadisda xitob qilgan bo'ldi. Demek bu qalbning sihhati uchun har inson bu qalbni parvish qilmay, Qur'on tilovat bilan parvish qilmay, kechilik qiyam bilan parvish qilmay, yaramliq solihlarning so'rovlariga berib, to'g'ri bo'lgan diniy da'vatlarni tinglab parvish qilmay, Allohdan yolvorib o'zining qalbini isloh qilish uchun, o'zining qalbini din haqiqati ustida mustahkam qilish uchun Allohdan talab isloh qilmay, balki bo'lishiga tashlab o'tib, haqiqatni yiroqlashib, mana bu qalbning o'zini g'uvalashtiradigan, kir qasmoqlarning besib ketishiga sabab bo'ladigan mana shunday holatda shakllansa, u holda insonning barliq jinoyati qalbning isloh bo'lmaganligidan maydonga chiqadi. Bu qalb isloh bo'lish bak muhim aziz birodarlar. Bu haqiqatni bilmekimiz lazım. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu yuqorqi oyatning o'zida barliq insoniyatning o'ziga alohida uqtirish qilyapti bu yerda. Bu qalbimiz sizning xohishingiz uchun emas, bizning xohishimiz uchun tasavvur qilamiz buni da'vatida Alloh. Bu haqiqatni bilmek lazım. Qachoniki biz Allohga yaqinlashsak, qachoniki biz Allohga o'zimizning qalbini bog'lasak, chassak, o'zimizni isloh qilsak, qalbimizni o'ngshilsak, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana bizning qalbimizni isloh qiladi. Payg'ambarim Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yana bir muborak hadisi bor. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadis. Hadisning asl lafzi payg'ambar alayhisalom shunday deydi: "Tu'razul fitanu على القلوب كعرض الحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض." Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan bu hadisda payg'ambar alayhissalatu vassallam shunday dedi: "Fitnalar insonlarning qalblariga xuddi bo'ri to'qilgandek bir-birlab to'qiladi." Qaysi bir qalbga bu fitnalar shu qadar cho'nqur to'qilsa, bu qalbning o'ziga qor chikit o'rnaydi. Qaysi bir qalb bu fitnalarni inkor qilsa, qabul qilmasa, bu qalbning o'ziga oq chikit o'rnaydi. Oxirida ikki qalb hosil bo'ladi. Birisi qop-qora qalb, dum kumtirilgan ko'ziga o'xshash qop-qora qalb. Bu qalb la ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkaran. Ma'rufni ma'ruf deb tanimaydigan, munkarni munkar deb e'tirof buningga qarshi turmaydigan mana bu holdagi qalb.
Yana bir qalb bo'lsa, oppoq qalb. Bu qalbning o'ziga osmon, zamin mavjudli bo'layotgan hech qanday bir fitna ta'sir qilmaydigan qalb. Demek aziz birodarlarimiz, her zaman insanların qalbidagi fitnalarning ta'siri ko'ksitishi. Fitna deganimizda mal dunyolarning fitnasi, ayollarning fitnasi, huquq martabalarning fitnasi, namataq shon-sharaflarning fitnasi, aytavur hayotlikda insonni ozdirish uchun o'tirg'i chiqayotgan tamom fitnalarning insonlarga ta'sir ko'ksitishi bu tabiiy. En avval insonlarning qalbiga ta'sir ko'ksitishi bu tabiiy. Ammo har insonning qalbi isloh bo'lgan vaqtida, qalbi o'ng'shalgan vaqtida mana bu insonning o'ziga hech bir fitnaning ta'sir qilmayotganligi, hech bir fitnaning ta'sir ko'ksitanmayotganligi aniq. Shuning uchun biz qalbimizga hech qanday bir fitna ta'sir ko'ksitanmaydigan, qalbimiz sap so'zuk holatda ana shunday bo'ladigan qalb egizlaridan bo'lish uchun biz qanday qilishimiz kerak? Qalbimizni isloh qilishimiz kerak. Qalbimizni o'ngishimiz kerak. Qalbimiz sap bir qalbga aylangan vaqtida, vujudimiz sap bo'lgan vaqtida, andan keyin amaliyatimizda Allohga sodiq bo'lish, Allohning diniga sodiq bo'lish, Allohning ko'rsatmalarini mukammal ijro qilish, yo'l-yo'riq prinsiplarini o'rindash, har zaman davom Qur'on hadis ta'limoti asosida o'zimizning hayotini qiliblashtırib menish, haqiqiy dunyo va oxiratlik baxt saodatni qo'lga keltirish uchun, haqiqiy hayot bir insonga aylanish uchun kurash qilishdak mana bu amaliyatchanlik bizning hayotimizda albatta mavjud bo'ladi aziz birodarlar. Buning uchun biz mana bu qalbimizni isloh qilishimiz kerak. Har ishni qalb islohatidan boshlashimiz kerak. Qalbning islohati uchun nimishlarni qilishimiz kerak? Birinchi, kechada qiyomda turish, tahajjud namozlarini vaqtida o'qish, Qur'onni fikr tafakkur bilan o'qish, yaramli kishilarning hamsuhbatlarida bo'lish, davom o'zimizga talabni yuqori qo'yib, diniy masalalar ustida izlanish, haqiqatda mustahkam turish. Mana bu nuqtalar. Bununla aloqador nurg'un abzaslar bor. Faqat bu yerda bir qismlari asosan biz Alloh bilan bo'lgan aloqa munosabatimizni qo'yiqlashtirishimiz kerak. Haqiqat so'rovlaridan yiroqlab ketmasligimiz kerak. Jamoatdan yiroqlab ketmasligimiz kerak. Har zaman biz yakka o'z beshinchi musulmon bo'lib qolishdan saqlanishimiz kerak. Qalbning kirqasmaq o'rnishiga, qalbning dug'ulishiga sabab bo'lgan omillar qanday bo'ladi? Birincisi haqiqatdan yiroqlash. Allah subhanahu va taala falamma zag'u azag'alloh vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Mana bu insonlar haqiqatdan yiroqlashib bo'lmoqlanib ketibdi. Alloh ularni bo'rnilab dedi. Alloh fasiq qavmni hidoyat qilmaydi. Demak, har insonning hidoyat tepishi, har insonning haqiqatda mustahkam turishi shu insonning amaliy tirishchanligiga bog'liq. Mana bu qalbning kir qasmaq o'rnishi, qalbning texmi ana shundoq sab bo'lanmasligi sabab bo'ladigan ikkinchi omil nima degan chaqda gunoh ma'siyatlardan, xatoliklardan qo'l uzmaslik. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi, Mutaffifin surasida kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mana ularning deganidek emas. Ularning o'tkazgan xatoligi, o'tkazgan jinoyati sabablik ularning qalblariga dug'u tushdi. Qalbiga kir qasmoqning o'ynaganligini mana bu oyatda o'tirib qo'yadi. Demak, gunoh ma'siyatlar bilan, xatoliklar bilan bu insonning qalbi qanday bo'ladi? Har zaman qalbi qasovatlashadi. Qalbi maynatlashadi. Mana shu chaqning o'zida bu qalb maynatlatgan qalb haqni haq deb tanimaydigan, ma'rufni ma'ruf deb tanimaydigan, munkarni munkar deb iningdan o'zini chatga olmaydigan mana bu holat uningda shakllanib qoladi. Bu qalbning qasovatlashishiga sabab bo'ladigan uchinchi omil nima degan chaqda yemak ichmaklida asosan shubhalik yemakliklardan, harom yemakliklardan o'zini yiroq tutmaslik. Payg'ambar alayhissalatu vasallam shunday deydi. Bir inson uzun bir safarni besib kelib, uning kiyim-kechaklari butunlay buxunoq, to'pa, mushundoq holatda bu kishining o'zi qo'lini osmonga ko'tarib, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, duoyimni ijobat qilgin. Ya Rabbi, meni qutqizgin" duolarini qilib ketadi. Ammo bu insonning yegini harom, kiygini harom, ichimligi harom. Buning barliq narsa harom turib, qandoqmi uning duosi ijobat olsin. Demak, biz har zaman gelimizni ham pokiz tutishimiz kerak. Qalbimiz pokiz bo'lish uchun, qalbimiz saf bo'lish uchun yemak ichmakdagi harom narsalardan yiroq turish kerak. Demak, aziz birodarlarimiz, mana
yuqorqi oyatning o'zi barliq insoniyatning o'ziga, shu jumladan barliq musulmonlarning o'ziga bu qalbni xohishga tashlab qo'ymasdan, iymon va e'tiqod bilan, Qur'on tilovat bilan, tavba istig'for bilan, yaronliq amallar bilan isloh qilmay tashlab qo'yishdan Alloh subhanahu va taolo va taqaddas tarafidan alayda zo'r darajadagi bir ogohlantirish. Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatlarda o'tirib qo'yilgan haqiqiy hayot sohiblaridan bo'g'ili va bu oyatda o'tirib qo'yilgan haqiqiy qalbini isloh qilib, saf qalb egalaridan bo'g'ili barliq musulmonlarni Alloh nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.